darajada yomon, strashni juda ham yomon qiladi. Farzandingizga eng yaxshisini tanlang deb nomladi o'rtoqlar. Baby tagliklarini ishlatamiz. Bu taglikni to'g'risini aytaman, farzandim tug'ilganidan buyon ishlatib boraman. Elaro Baby tagligini eksperiment qilib ko'rsatib beraman. Sushimuchan Yaponiya texnologiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqariladi degan gapimga hozir men shu videoda javob beraman. Taglikni olamiz. Aynan men ishlatayotgan shunaqa 5 lik tagligimiz. Mana ko'rsangiz bo'ladi va kursichali modellari ham bor. Kattalar uchun ham tagliklar bor. Xullas nima kerak bo'lsa Elaro Baby'da hamma narsa bor. Xullas birinchi bo'lib men buni sinab ko'ramiz. Men taglikni oldim. Paxtali, yumshoq salfetka kerak bo'ladi. Va menga suv kerak bo'ldi. Bitta dona magazinda majburiyat yuzasidan sotib olganim, chunki tagligimiz tugab qolganligi uchun srochniy kerak bo'ldi. Ya'ni 1 soat qolib ketdi va tegini sezilarli darajada yomon, strashni juda ham yomon qilardi. Men o'ylayman, qanaqa qilib sintetika taglikka ota-onalar farzandiga loyiq ko'radi. To'g'risi, farzandinglar eng yaxshisiga loyiq. U juda ham yomon qilardi. Juda ham men qizimga ishoninglar, keyin oddiy paxta yog' ishlatib tegini to'g'rilab oldim. Baribir u to'g'rilanishiga 1 hafta vaqt ketdi. Qizim juda ham injiq bo'lib qoldi. Tagligimizni umuman har doim zapas olib yurishga odat qildik. Hammasini qo'ydim suvga. Endi buni bostiramiz. Salfetkaga hech narsa qilmayapti. Bu degani namlikni o'tkazvormaydi. Farzandinglar namlikni his qilmaydi. Siz bilan ayza bo'ldi, farzandingizga eng yaxshisini loyiq ko'ring ko'rsatuvimiz bu birinchi son. Keyingi sonlarida sizlarni kutib qolamiz.